Assalomu alaykum iste'dodli va obunachilari. Sizlarga bitta xush xabarim, yangiligim bor. Bir inson topib oldim akalar. Mana shu gaplashib turishgan ekan. Uzr akalar gaplarini bo'ldi. Mana Doston akam kelyaptilar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hamma kommentariyada sizni keldi, kelmadi deb gapirishyapti. Mana o'zingiz keldingizmi? O'zingiz gapiring aka mana. Avvalambor assalomu alaykum. Bizni ahil, inoq, qadrdonlar hammanglarda xonadoninglardan fayz baraka armasin. Ayyomlar bilan Allohga niyat qilib tutayotgan ro'zalarimizni Alloh o'z dargohida qabul qilsin. Mana Xudo xolasa Abdukarim keldik. Xudo xolasa mana muxlislarni sog'inganman. 2025-yildan Xudo xolasa hammalarini xizmatini baholi qudrat Alloh kuch-quvvat bergancha qilishga tayyormiz. Aka uzr shu joyga bitta qo'shiq eshitaylik. Hamma sizni sog'ingan aka. Manzil ko'rmasmagar oqqorlarning ichida adashganlar holitay ahzorlarning ichida qani demang iranlar ko'zim yoqim yeganlar jonim sadqa deganlar ag'yorlarning ichida qani demang iranlar ko'zim yoqim yeganlar jonim sadqa deganlar ag'yorlarning ichida salomat bo'lishga majbursizlar. Hammanglarda xonadoninglardan fayz baraka armasin. Sabr oyi hammamizga sabr toqat bersin. Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Rahmat e'tibor uchun.